Prezident Shavkat Mirziyoyev Farg'ona shahridagi IT Park majmuasida yaratilgan shart-sharoitlar bilan tanishdi. Mazkur majmua davlatimiz rahbarining 2024-yil avgust oyidagi tashrifi davomida berilgan topshiriqlar asosida barpo etilgan. 150 milliard so'm byudjet mablag'lari hisobiga qurilgan obyekt bir vaqtning o'zida 200 nafargacha foydalanuvchini qamrab oladi. Yiliga 3000 dan ortiq yoshlarni o'qitish, ularni amaliy loyihalarga jalb etish va IT xizmatlari ko'rsatish imkoniyati yaratilgan. Markazda frilanserlar va dasturchilar uchun zamonaviy coworking muhiti, rezident kompaniyalar uchun to'liq jihozlangan ofislar tashkil etilgan. Bu yerda ta'lim, ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatish jarayonlari o'zaro bog'langan holda yo'lga qo'yilgan. Yaratilgan infratuzilma yoshlarning o'zini o'zi band qilish imkoniyatlarini kengaytirib, barqaror daromad topishiga xizmat qiladi. Yangi park doirasida rezidentlar sonini 200 nafarga yetkazish, 700 ta yangi ish o'rni yaratish, xizmatlar hajmini oshirish hamda 30 million dollarlik eksportga erishish maqsad qilingan. Kelgusida mazkur majmuada sun'iy intellekt texnologiyalari hubini tashkil etish, boshqaruv tizimlarini raqamlashtirishga qaratilgan loyihalarni amalga oshirish ko'zda tutilgan. Shuningdek, sun'iy intellekt, dasturlash, grafik dizayn, kompyuter savodxonligi va ingliz tili bo'yicha zamonaviy o'quv kurslari yo'lga qo'yiladi. Startaplar uchun venture moliyalashtirish, grantlar va akseleratsiya dasturlari joriy etiladi. Prezidentimiz park rezidentlari va axborot texnologiyalari sohasida faoliyat yuritayotgan yoshlar bilan muloqot qildi. Ular tomonidan ilgari surilgan tashabbus va g'oyalar qo'llab-quvvatlandi.